Bugun sizlar bilan ratatouille taomini tayyorlaymiz. Ratatouille taomini tayyorlashimiz uchun mahsulotlarni birinchi yaxshilab yuvib olamiz. Keyin videoda ko'rsatilgandek qilib listimizga taxlab olamiz. Bir 180 gradusga 15 minutga duxovkaga sovuramiz. Aytgancha, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bundan ham qizuvlari hali oldinda. Mahsulotlarni shunday qilib taxlab bo'lganimizdan keyin ustiga pergament qog'oz bilan yopamiz. Bu taomning asosiy predmetlaridan biri. Pishishiga 10 daqiqa qolganda pergament qog'ozni olib tashlaymiz. Ta'miga keladigan bo'lsak, shu yoshlikdagi ta'm. Albatta, tayyorlab yaqinlaringizni hayron qoldiring.